qush boqib ko'paytiraman deyotgan akalarimizga, ukalarimizga tajribadan o'tgan holat, bir o'zimning fikrim, bir narsani ulashishim keldi. Hozir ko'rsatamiz. Xo'p, bunda gnezoid tikkanligi uchun qush pastga tushganda bolasini ezib o'ldirib qo'yish xafa bo'lyapti. O'ldirib ham qo'yyapti. Mana unda ishlatadigan bo'lsalaring, men shunda ishlatishlarini tavsiya qilaman. Mana shu gnezoiddan nimaga desangiz, qush bunaqasiga tushib, pastga tushadi, tuxumni baqa qo'yadi. O'shaning uchun bunda effekti ham ko'p bo'ladi. O'lish kam bo'ladi. Qushni bolalari ham xavfdan xoli turadi. Qarang. Bunda xavfliroq ekan. Bunda xavfdan xoliroq ekan. Tajribadan o'tgan holat bo'lganligi uchun sizlarga shuni tavsiya qilyapman. Bizni kuzatib borasizlar. Yoqqan bo'lsa like bosib, qush boqadigan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.